Aman chang ekan. Raspakovka chek qilamiz birgalikda. Qara boshladik. Amazondan kelgan narsalar, Timudan va Sheindan ham narsa zakaz qilganman, lekin hali yetib kelganicha yo'q. Xo'p, bu birinchisi. Termometr. Başqa o'tmas ekan bu. Wow, nima bu? Bolaning kiyimini yuvadigan nima deydi? Vosita. Eslatib o'taman, hamma zakaz qilgan narsalarim bu chaqaloq uchun. Shunga shunchami? Bu ortopedический yostiq. Shirin biram. Keyingisi, bular oldinroq kelgan zakazlarim. Bu Mampozidan kelgan. Hozir ko'rsataman, ochib. Bunaqa sutmi mahsulotimi yoki formula nima bo'lsa ham isitib berish uchun termos. Mana buni bosasiz isitib beradi. Keyingisi mana bunaqa Mampozidan. Xo'sh. To'sini olish xohlamagandim. Narxi biroz qimmatroq, bundan arzonrog'ini olsam bo'lardi, lekin nimadir. Idish yoqdi juda ham tashqaridan ko'rinishi takoy chiroyli upakovka qilingan uchun, nejnilik uchun. Mayli deb oldim. Hozir ochib ko'rsataman. Bunaqa narsa. Buni ikkita, men ham hali zaryadkaga qo'yilmagan. Bunisi даже ochilmagan ham. Buni ochib ko'rgan edim faqat. Bu ham xuddi shunaqa bir xil narsa.